bahor kelib hammada quvvatsizlik, yurak o'ynoqilik va immunitet tushib ketishi kuzatiladi. Ko'pchilikda shu lablar atrofiga gerpes virusi, ya'ni xalq tilida uchuq toshishni boshlaydi. Yo'tal, gripp, chunki immunitet tushgandan keyin hamma kasalliklar organizmga hujum qilishni boshlaydi. Xuddi mana shu muammolaringiz bo'ladigan bo'lsa, men sizga tabiiy usulda yechim aytmoqchiman. Sizdagi quvvatsizlikka batamom barham beruvchi mana shu ikkala mahsulot qo'l ishlashib, siz organizmingizga ichganingizdan keyin sizdagi butun muammolarni hal qilishni boshlaydi. Ya'ni immuniy sistema ko'tariladi, kasalliklaringiz, shamollashlar, gerpes viruslari toshlari, viruslar hujumi yo'qoladi. Puls boxni ichadigan bo'lsangiz, yuragingiz quvvati ko'tarilgan holatda qon aylanishi tezlashadi, siz batamom baquvvat insonga aylanasiz. Mana shu ikkala mahsulot sizni hayotiy quvvat manbaingiz. 100% halol, tabiiy va juda ham organizmga bezarar. Agar mana shu ikkala mahsulot sizni qiziqtirgan bo'lsa, video so'ngidagi telefonlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Va bu videoni shunaqa immuniteti past, qoni kam, yuragi o'ynaydigan insonlarga jo'natib qo'yishni unutmang.